Ha, Abdullah, ma xəbər bu imkənə Amerikadakı Quzat Altay üzü 100 min dollar yani Türkiye'deki yetevreş afeti karta çıkarıptı. Andın 36 saat içinde şu afetki yardım beriş kampanyası kurup diken 140 min dollar köpçülükten, cemaatten düşüptü. Bu şekilde yüzü 100 mini kuşup 240 min dollar iyanı kılıp etkenligini. Bu iqtisodiyotda yordam qilib cho'ng qilibdi. Quzat Altay bu jihatda xili bir fidokorlik ko'rsatdi. Endi bu ilgari o'ylaymiz endi mana bu Amerikadagi Uyg'ur birlashmasi jamiyatniki raisi bo'lgan Altay, Quzat Altay. 21 qitimli saylamda yana o'zi nomzodlik ko'rsatsa bo'lgudek iqtisodiyotga yordam berish kuchi bo'lgandan keyin hozir shu vatanimizniki hozir Sharq Turkiston, Uyg'uristonniki besvilingan davlat Xitoy buyani besvagan deganniki dalil isbotni tayyorlashga 20 dek mutaxassislarniki chiqimi, kirimiga shu hozir 80 ming dollardek pulni işte bilib to'lab jamoatni yig'ib dunyo orqali Germaniyadagi Uyg'ur tijoratchilardan yig'ib shunda qiyinda bu masalani hal qiladi. Quzat Altay'nınki bu iqtisodiyotga yordam berish kuchi necha yuz ming dollarlab pul chiqaradigan kuchi bor ekan. Muşu da türlüğümü yardım berse ama yüzümüzün Uygurlarınki, muşta bütün Uygur cemaatimizinki ve devletimizinki müstakilliği, halkılık rol oynaydıgan noktalarımı iyan çıkarışını aldığımızda. Bu hemimizin mesuliyeti ama kuzattığımda da küçük varken de iqtisadiyatta çoğun iş çıktı. Muşunda dava türlerimiz gibi Uygurlarının pul çıkarsa tek mi yakşı oldu de. Rabia Hanım'ı öz vaqtimizda Uyghur cemaatidan pul yig'ib qiyinchilikni qilman deb da'vo ishtirimizda xili avara bo'lgan iyani to'plab bulolmay shunda qiylangan. Quzatning hozirgi iqtisodiy ahvoli yaxshi ekan, shaxsiy shirkat echib. Mana shundaq pul iyani qilishda necha yuz ming dollarlab pul chiqaradigan kuchi bor ekan, bu yaxshi ahvol. Buni Turkiyadagi yatavrash ofatiga chiqargani bu yaxshi ahvol bo'libdi. Hamda Uyg'ur da'vosiniki mushta xalqlik iqtisodiy nuqta ehtiyoj tug'ilgandimi? Yardım berishni, iqtisodiyot yordam berishni. Buni xalqimiz kutdi, buni Quzat Altaymi buni xabar tepish kerak. Yana boshqa tijoratchilarmi shunday qarab turmas kerak, iqtisodga ehtiyoj bo'lgan chog'da.